Здравствуйте всем. Спасибо, что поддерживаете нам своими лайками. Сейчас мы едем в город Далат. Это самый красивый город Вьетнама, можно сказать, на всем мире. Сейчас вы сами убедитесь. Мы сейчас поднимаемся на серпантин. Внизу получается плюс 10, плюс 30. А вот как на самую вершину поднимемся, там получается погода спускается до плюс 10. Тут очень холодно. И вот здесь получается, как с самой вершины поднимемся, тут туман. И даже машины, которые напротив нас едет, не видно его навстречу. Вот эту дорогу каждый день правительство Вьетнама ремонтирует, чтобы люди могли добираться до Далата, и местные жители и туристы. Вот сильные дожди все смывает. Вот скорее идет большой поток воды и все смывает. В общем, все интересно будет. Смотрите до конца. Kofe ham o'stirishar ekan bu yerda. Mana bu havasi kofe arabika nomlanadi. Bunisi esa вот она кофе. Вот mototsikllarga, bayklarga вот benzinda mana qilib sotishadi. Hamma rasmga tushyapti yonda turib olib. Gazpromga buni ko'rsatish kerak. Mana bayk. Да. 40 не дошел. Да? Это 92-й, да? 95-й. А мне казалось наоборот. Качать qiladi shekilli. Вот она. Качает они вручную. Gaz ballondan. Ay Max. Вот. Vyetnam davlatining Dalat shahrida turibmiz. Bu yerda 1945-yilgacha frantsuzskiy koloniya bo'lgan. Hozir samostoятельный park, государственный park bo'lgan. Dальше ketdik. Jarliq tomonga chiqib ketyapmiz. Jarliq tomonda vodopodga shashara bor. Yana bir shasharani ko'ramiz. Shasharasi balandlikda pastga tushib bormoqda. Bu yerda ko'pdan ko'p turistlar bor. Turistlar kelib mana shu rasmga tushadi. Barcha turistlarimiz mana shu vodopodning orqasiga kelib suratga tushadi. Hozir biz ham borib orqasida yaqinroqdan ko'rsatamiz sizlarga. Mana bu yerda ho'kizlar buyivola deb aytishadi. Ho'kizlarni vyetnamliklar biz otda ishlatsak, xo'jaylik qishloqda bular огородga ham boshqasiga ham mana bu buyivolarni ishlatadi. Traktorga o'xshab ishlaydi. Traktorda o'rniga. Qarang, burnilardan arqon o'tkazdirib qo'ygan, sim o'tkazdirib qo'ygan. Ko'zachalardan biri. Bu yerga har xil turini ko'rishingiz mumkin. Katta, kichkina, uzun shaklida, dumaloq shaklida. Как декоративный спорт. Aha. Bu kafe oshxonasi bezab qo'yilgan. Bu yerda gullar maskani. Qancha yuqoriga chiqsangiz tepalikda, shuncha gullar.
har xil gullar turida. Mana bitta ajoyib gullar, bularning ismini birontasini ham bilmayman. Chunki tanishmadim. Katta bo'lib, xurmo bariga o'xshaydi. Lekin juda ham chiroyli, nежный, chichak rangda ochilar ekan. Turistlarga mana bu iplarni ham chiroyli qilib bezatgan. Albatta, har xil gullar bilan, chiroylar bilan, nimaga chiroyli balandroq devorchalardan iborat bo'lib, yumaloq qilib, bitta vyetnamskiy haykallar bor. Hozir ochsa boramiz o'zimizga, asta-sekin. Mana bu haykalchalardan biri. Ben bunu kim deyim? Oshin deb atayman. Только oilasiga xizmat qilgan Oshin. 18 kanaldan bergandi. Bir 12-13 yil oldin ko'rgan bo'lsangiz, Oshin teleserialini bir marta ko'ring, sizlarga o'xshab ketadi. Mana bitta childirmachi akamiz. Bunisi ham childirmachi. Bu yerda esa bolakayi ularning tomosha qilib, eshitib o'tiribdi. Дальше спускаемся на водопад, надо вниз по горе спуститься. Здесь сейчас проезжает электросани, но мы решили пешочком еще, чтобы полностью вам всё показать, всю красоту. Yuragi slabilarga, yurolmaydiganlarga, oyog'larga sanqat tavsiya etaman. Faqat sport bilan shug'ullangan inson peshkom ketadi. Rучная работа. Aha, buni hidlab ko'ring deyishyapti. Aha. Hidi bor ekan, aromati bor. Ajoyib aromati. Это очень дорогое дерево. Qimmatbaho daraxt, qizil daraxtmi, haminmi, krasный дерево. Смотри. А можно это что такое? Аромат, аромат. Сувенир. Сувенир? Thank you. А что это за дерево? Сандал. Сандал. Сандал, да? Сандал, да. Сандал дерево. Ага. А это нет, это нет. Окей. Вот она рыбку делает, портит, Арай. точнее. Не порчу. Помогаю, не знаю. Ага. Она рассказывает, где что. Bu yerda esa boshlanishi. Bu tomonda boshlanishi. Fil shaklida yasalgan fil ko'ryapsizmi? Kattaroq ekranda. Bor. Mana shu yerda fil, toshdan yasalgan fil. Bir necha yillar, minglar avval bu yerga qo'riqchisi bo'lgan. O'sha qo'riqchi o'lib ketgandan keyin haykalni qo'ygan bu yerga. Haykalni yoniga yaqinroq olib boring. Formasini kiyib olgan, odam maymun kiyib olgan, kim xohlasa borib rasmga tushadi. Faqat bu bepul emas, pulga. Boshini yashirib olibdi. Videosi ham shular. Mana bular hammasi tosh. Bular hammasi tosh. Mana shular hammasi. Bular toshni kelib qo'llarida qo'l uzorlar chizib, ko'ryapsizlar. Xuddi daraxt ildizlari, daraxtni kesib tashlaganga o'xshatib qo'ygan. Bizda do'p deyiladimi? Kundaga o'xshab qo'ygan. Ko'rdingizmi? Chiroyli qilib arxitekturasini qilganda. Вам самим обязательно надо приехать, это все самим надо вам почувствовать,
такой красоты словами не передать, красоте этого водопада. Сейчас едем в дом необычный. Смотрим до конца. O'nta kiryapmiz. U birinchisi edi, ikkinchisi. Ketdik. Bular ham hammasi tosh. Karpet. Hafta singari, daraxt singari ezal chiqadimi? Mana dam olayotgan istirohat joylari. Bu yerda mustajim kresloga o'xshagan taxtadan qurilgan, toza taxtadan, toza daraxtdan. Bu yerda esa o'tirib ovqatlanadigan joyi. Bu yerga kirib, maza qilib ovqatlanasiz. Salqingina issiq havoda xuddi konditsioner qo'yganday. Chunki bu hammasi toshmi? Toshdan yasalgan. Tepadan qaraganda tashqari tabiati naqadar go'zal. Daraxtlari 3-4 metr bo'lib, gullar bilan iborat. Hozirdan joyga boramiz. Qarang, mana to'g'ridagi hammasi qo'shilib ketgan, xuddi labirintga o'xshab. Boshqa sababi bilan judayam узкий tor koridorchalar. Kim qo'rqayotgan bo'lsa, kelmanglar bu yerga. Chunki men o'zim qo'rqib ketyapman, chiqqandan pushaymonman. Tushish yo'lini poylab qanday ham tushishim kerak. Voy mana. Yemgallab chiqib tushasizlar. Voy, boshim aylan pastga qaramanglar, faqat chiqqandan keyin pastga qarab boshlaringiz aylanib ketadi. Men o'tiraman, o'tirib yemgallab tushaman. Boshqa chiqmayman bu yerlarga. Тут все круто. Гульмира. Стой. Mana shu yer daraxtning boshlanishi 4 tomonga, 5 tomonga ketgan tomirlari. Tomirlarida qarang, mana bitta tomoncha, bitta lesnitsa, har bittasida lesnitsasi bor. Bu har bittasi daraxt ilgisi. Shaltashib ketgan bir-biriga. Xudo chiqadi orqadan qo'yimmi? Yana bir joyga kelyapmiz. Pastlikqa tushib boramiz. Tepalikdan pastlikqa chuqurlikqa tushib boramiz. Bu chuqurlikda ko'rsating qancha pastlikda? 1, 2, 3, 4, 5 etaj, 6, 7, 8 etajli. Suvlar tabidagi baliqchalar, detrik. Ketdik. Mana bu yerda bir Inga xonim. Mana Inga xonim suratlari. Bu yerda. Yasalgan dom. Mana bu yerda Inga xonim skuterda. Mana bu SSR davridagi suratlardan biri. Qaysi birini bilmayman. Mana shular bo'lsa kerak. Inga xonim mana shu manzarani yasab, chizib chiqargan mana shu xonim bo'ladilar. O'zi arxitektorda. Ha, o'zlari arxitektor, hammasini o'zlari chizib qog'ozga tushirganlar. Ularni chiroyli, o'zlariga o'xshab juda ham chiroyli qildilar. Dengiz tagichidagi har xil daraxtchalar. Bu tomonda ratushka. Ratushka.
Daraxt tagida buzuqonlar. Buzuqonlar. Ramshka, сегодня? Ramshkalardan biri. Bu yerda degustatsiya qilishga taklif qildi. Mana bu lipstiy roza. Gullarni bargi. Ularni yeyish uchun hammasi yeyiladi. Yoki sufafrukt. Mana bu yerga keldiganda boshqa joylariga, mana bu yerda yana bitta xram bor. 1, 2, 3 ta xram. Vyetnamliklar kelib, budistlar kelib ibodatlarni qilib ketadilar. Ichkariga kirib, videosyomka qilish mumkin yo'q. Ichkariga kirdik, ruxsat berishdi. Mana bu yerda yana bir haykal. Bu yerda qo'riqchilari mana buddamizni qo'riqlab o'tiradilar. Mana bu ikkita qo'riqchi. Hinduizmlarni, budizmlarni qo'riqchilari. Qo'yonlarida ham kimdir 3 ta kallali. Buni nazar. Bu qaroqchilardan biri. Masjidlarda mana bu ikkita. Biri dobri, biri zlodey. Qo'riqlab o'tirishadilar. Bu yo'lga kirmaymiz. Xatikalarga ichib kirish kerak. Xuddi o'zimiz masjidlarga o'xshab, yelkalarimizni berkitib, ularning foydasi, ishtonlarni kiyib, kolendan pastda xatikani yechib keyin kiradi. Xramni ikkinchi etajiga chiqyapmiz. Drakonning oyoqlari, mana bu drakon mana shu xramda ushlab turibdi. Himoya qilib turayotganlar va drakon. Asosiy himoyachilar drakon. Toshboqqacha. Toshboqqacha emas, toshboqqa. Katta bu. Bu yerda mana katta kalakonchili bor. Kalakonchilar hamma jangchilar yerish uchun nomlantirib narxlarni chaqirishadilar. Sado berishadi albatta. Buni aylanib o'tamiz. Bu yerda bitta ayol kishi Buddani ikki qaroqchisi. Bu yerda ham shunaqa kamchilar yoqishadi. Mevalarni yoniga tayyorlab qo'yadi. 3-etajda bu yerda boshqa budda. Oxiramda bu yerda yo'lda ko'zlar tillarlar. Ikki yonida ularning xizmatchilari. Yuqoridan qarasangiz yonidagi xrami ko'rinadi. Yondagi xramni mana bu budda. 4-etajga chiqib boramiz. 4-etajda asosiy budda o'tiribdi. Mana bu yerda budda o'tiribdi yana. Har bitta etajda har xil buddalar. Деревянный, это с дерева. Qizil daraxtdan bo'lingan bu. Дерево очень вкусно пахнет. Вручную все это. Aromati bor. Olimizga beruvdi. Nimada? Mana bu o'lim daraxtdan olingan. Hidli, aromatli. И 100 летами ничего с этой дерева не будет. 100 yil, 200 yil bo'ladi, 500 yil bo'ladi, lekin bundan hech narsa bo'lmaydi. Mana shuni shunaqa daraxtdan yasalgan. Даже это черви не едят это дерево. Qurtlar ham yemasa bu daraxtni. 5-etaj oxirgi nechta ayana bor ekan. Bu yerda korona bilan o'tiribdi, demak ayol kishi budda. Bak, ham. Ketdik oltinchisiga. 6-etajga chiqyapmiz. Judayam baland ekan. Judayam baland.
Bu yerda bunaqa joylarni devorlarni har burchagiga kichkina mana bularni har burchagida, har uyning har burchagida oldingi darda bunaqa ayol kishilar o'tirardi. Bu budimizga xizmat, bu buddaga xizmat qilishardi. Mana bu erkak budda. 7-etaj. Oxirgi etaj. Bu yerda ham hamma buddalarga nima desam bo'ladi? Buyruq beraydigan budda. Ayol kishi ekan bu. Ayol budda, bu erkakmi? Ayol. Ayol. В Вьетнаме главное в семье женщина. Ну да. Чамский народ, который самый старинный народ Вьетнама, это чамс. Chamski narod, katta shamlar bilan qo'yilib qo'ygan. Mana bu eng qari bizda ocha deymiz. Kampir eng katta kishi, ayol kishi. Buyruq. Kampir nima desa, shuni boshqalar arxitekturasi juda ham chiroyli qurilgan. Tepadagilarni qarang. Bu shularni xramining budistga xramda tomi. Sajda qilyapti, ibodatni o'qiyapti bitta budist. Ko'p turmaymiz, chiqib ketamiz, hurmatimizni saqlaymiz. Огромное спасибо, что посмотрели до конца, оценили наш труд. Спасибо, что лайком поддерживаете. Не забудьте подписываться и рекомендуйте своим друзьям. В общем, мы постараемся вот каждое там в неделю или в 15 дней какие-то видеоролики загрузить в тему путешествия. Будет интересно. Вот. День за днем будем улучшать качество своего видео. В общем, огромное спасибо.